Obzorimizni davom ettiramiz. Shu Lion do'ykamiz Turkiya modeli, kilotlari bilan, kiloti keng bo'lib turadi, kisalari bilan. Har xil rasvetkalari bor. Hamma variant xushro'y bo'lib kelgan. Bu variant ham dimnejniy bo'lib turadi. Bularning hammasi 750 ming so'mdan. Razmerlari standart, lekin bemalol 56 gacha bo'lgan razmerlargacha to'g'ri keladi. Oversize bo'lganligi uchun bemalol to'g'ri kelib ketaveradi. Keyingi dvoykamiz ustida shuning tonikasi bor. Bularning razmerlari L, M razmerlarda qolgan. Pastida shuning yubkasi bor. Materiali Lion. Yubka dim yoqimli, yoz uchun dim udobniy. Narxi 350 ming so'mdan. Bu rasvetkasi ham dim xushro'y kelgan. Keyin bu ro'ziy rangi ham dim xushro'y bo'lib turadi. Belinda shuning belbog'i bilan hijobli ayollarimiz uchun dim udobniy. Keyingi variantimiz shuning jinsi kofta yubkamiz. Alda diymali, razmerlari bor. Ikki xil rangda kelgan, shuning ochiq jins rangda, keyin tomli jins rangda kelgan. Narxi 450 ming so'mdan. Keyin bu variant jinsi dvoykamiz, ustida shuning kostyumchiki, pastida kiloti bor. Buni narxi do'konimizda 375 ming so'mdan turibdi. Bu variant dvoykamiz, materiali yubka yoqimli material, uzun, pastida atrezlari bilan, pasti kilotli, kачествоsi dim zo'r kelgan. Buni narxi 495 ming so'mdan. Keyin bu variant dvoykamiz, aldilari dim xushro'yatib ishlangan. Narxi 495 ming so'mdan. Pastida o'zini shuning kiloti bilan. Bu esa yangi dvoykamizni bejli rangi, bu rangi ham dim xushro'y bo'lib turadi. Keyin bu jins kofta yubkamiz ham bor. Belinda rezinka, yenglar rezinkalatib ishlangan, pasti yubkali, diymali, dim xushro'y bo'lib turadi. Ishda ishlaydigan tashkilotlar uchun ham to'g'ri keladi. Narxi 405 ming so'mdan. Razmerlari 52 razmerlari bor. Keyingi dvoykalarimiz, bular poplin dvoykalarimiz. Poplin dvoykalarimiz bu bo'yi uzun varianti, kalta variantlar ham bor. Pastida shuning kiloti bor. Razmerlari 60 gacha bo'lgan razmerlari bor. Narxi 192 ming so'mdan. Har xil rasvetkalarda kelgan. Buni 62 razmer ham bor. Katta razmer kiyadigan ayollarimiz uchun. Material dim yoqimli material. Bu ham dim xushro'y kelgan. Pastida kilotlari bilan har xil rasvetkalarda bor. Keyin bu xatorimizda kalta kiyadigan ayollarimiz uchun. Bu kalta degan ham dizacha keladi. Xushro'y bo'lib turadi. Buning narxi 190 ming so'mdan. Bu rasvetkasi ham dim xushro'y kelgan. Bu ham dim xushro'y, pasti ko'pxonli. Bu rasvetkasi ham dim xushro'y. Bular narxi hammasi 190 ming so'mdan. Bu rasvetkasi ham dim xushro'y. Shoy gulli, buning korичневый rasvetkalari ham bor. Keyin yosh qizlarimiz uchun shuning kofta yubkalarimiz bor. Dim xushro'y bo'lib turadi. Belinda belbog'i bilan. Narxi 305 ming so'mdan, razmeri standart. Shuning ochiq golboy, keyin shuning oq rangidan bor. Bu dvoykamiz ham dim neobichniy chiqqan. O'zini shuning pastida kiloti, keyin ustida futbolkasi bor. Bular ham razmerlari standart. Ikki xil rangda, shuning ochiq rangda, keyin temno siniy ranglarda kelgan. Bu dvoykamizning narxi do'konimizda 400 ming so'mdan turibdi. Keyin shuning bolshimerka dvoykamiz ham bor. Materiali dim yoqimli yubka material. Bularning razmeri standart, oversize bo'lib turadi. Narxi esa do'konimizda 385 ming so'mdan turibdi. Rasvetkalar ham dim xushro'y kelgan. Bu variantlar ham dim xushro'y bo'lib turadi kiyganda. Kiyilgan videosini shorts videolarda qo'yib boraman. Keyin bu otdelimizni ko'rsatadigan bo'lsak, yoz uchun mo'ljallangan dvoykalarimiz ko'p. Materiali XB material, narxi 145 ming so'mdan. Pastida shuning kiloti, ustida futbolkasi bor. Bularning ranglari xushro'y bo'lib kelgan. Razmeri standart. Yuganda kichaymaydi. Bemalol hamma giysa bo'ladi, xushro'y bo'lib turadi. Keyin shuning bordoviy, seri, bejli, korичневый, keyin shuning temный siniy, keyin qora ranglari bor. Qora rangi ham xushro'y bo'lib turadi. Keyin bu variantimiz pasti Lion kiloti bor. Ustida shuning koftasi bor. Narxi 400 ming so'mdan. Bularning razmerlari 50 dan 54 gacha bo'lgan razmerlari bor, 48 razmeri ham bor.
Keyin bu variantda voykamiz ham. Ustida shuning tonikasi materiali XB material. Keyin pastida kiloti bor. Ranglari shu rangidan bir dona qilgan, keyin korичневый rangidan bor. Narxi 160 ming so'mdan. Qora rangi ham qo'shray bo'lib turadi. Razmerlari standart. Bu variantimiz uzunroq kiygan ayollarimiz uchun kiyganda qo'shray bo'lib turadi. Pastida kiloti, ustida shuning go'ynagi bor. Bu voykamizning narxi 216 ming so'mdan. Keyin bu variantimiz ham tigrovka atib ishlangan. Orqasi o'zi yaldi kalta bo'lib turadi, qo'shray bo'lib. Pastida kilotlar bilan ranglari shuning go'k rangi bor, keyin qora rangi bor. Narxi 216 ming so'mdan. Razmerlari standart.